1935-yilda dunyoning eng katta qozonlaridan birini Ermitajga olib ketib qolishgan va bu Turkiston shahri uchun va qolaversa butun Qozog'iston uchun juda katta fojia edi, lekin bu qozonni 1988-yilda qaytarib berishgan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Turkiston shahriga, Ahmad Yassaviy maqbarasiga xush kelibsizlar. Bu qozon 1399-yilda Amir Temur sharofati bilan shu yerdan 25 kilometr narida Qardoq deb nomlangan qishloqda ushbu qozonni yasashgan. 7 ta metalldan. Bu yerda tilla ham bor, kumush ham bor va bu qozonning balandligi 1,58 m. Uning og'irligi 2 tonna. Buning ichiga 3 demak 1000 litr suv sig'adi. Demak, mana shu qozon Amir Temur sharofati bilan nimaga demak bu yerga sovg'a qilingan? Chunki bilasizlarki, To'xtamishi demak ustidan g'alaba qozongandan keyin bu yerga kelib Amir Temur ko'rdiki, Ahmad Yassaviyning maqbarasi juda ham qoloq va qo'rqinchli tarzda bu yerda holatini ko'rib, u xafa bo'lgan va asosiy ikkita maqsad qo'ygan. Nima uchun mana shu maqbarani u boshqatdan restavratsiya qilish kerak? Siyosiy va diniy maqsad. Siyosiy maqsad u o'z demak hukumatini ko'rsatish kerak edi va mana shu yerni bosib olganligini, diniy nuqtai nazardan u ko'rsatish kerak edi musulmon diniga qanchalik uni hurmati katta. Bu qozondan shunday bir foydalanishganki, atrofida hurmatga sazovor bo'lgan mullalar o'tirishgan, ichi to'la suv bo'lgan va mana shu atrofida demak ushbu qozon atrofida turib mullalar Qur'oni Karimdan suralarni o'qishgan va undan keyin shu yerdagi suvni olib askarlarga tarqatishgan, ushbu suvni ichishgan va mana shunday bir qiziqarli tarixga ega. Haligacha bu qozon butun sharqiy musulmonlarning ichida eng katta qozon deb hisoblanadi. Va buni binoan aytib o'tganimdek, Ermitajga olib ketib qolishganda, u paytda Nisa ittifoqi edi, hech kimdan hech narsa so'ralmas edi va shunga qaramasdan uni yaxshi ham qaytarib berishgan. Abdul Aziz Sharafuddin mana shu usta ushbu demak qozonni yasagan, o'zlari Tigris shahridan bo'lgan, bu Eron va aytgancha Ahmad Yassaviyning demak qabrlarining ustidagi turgan tosh ham aynan o'sha Tigris shahridan olib kelingan. Uni orqa tomonidagi mana bu darvozani ko'rib turgan bo'lsanglar, bu darvoza demak fil suyagidan qilingan edi. Uning ustida esa Amir Temurning davlatining ramzi, mana marhamat. Lekin menga yana bir narsa bu yerda yoqdi. 14-asrdagi darvozalar haligacha saqlanib kelinmoqda. Mana marhamat. Bu o'sha 14-asrdagi darvozalar. Marhamat. Bunisi ham. Bunisi ham. Qozonning atrofiga e'tibor beringlar. Tepa tomonida Qur'oni Karimdan 9-suraning 19-oyati keltirilgan. Aytgancha biz bu videoni har safargidek noqonuniy tarzda olmoqdamiz. Bundan oldin Shimoliy Koreyada, Janubiy Koreyada, qolaversa Amerikaning ko'plab joylarida biz noqonuniy videolar olganmiz va bu biz uchun yangilik emas. Umid qilaman, orqamizga ikkitani deb olib chiqib qo'yishmaydi ko'chaga. Shuning uchun hurmatimiz bor edi, hozirda biz qochib ketishimiz, hozir hurmatimiz bor edi, biz ketishimiz kerak. Shuning uchun do'stlar, agarda mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqatgina dislike bilan tashlamagan holda. Haligacha agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida mana shu videoni tagiga tushamiz va u yerda qizil tugmachani topamiz. U yerda demak o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'sha shunaqani bosib qo'yamiz. Albatta qo'ng'iroqchani ham rasm bor, agar uni ham bosib qo'yadigan bo'lsangiz, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham derdim, Mr. Otabek TV kanalida va Qozog'iston Respublikasining eng chiroyli shaharlaridan biri bo'lmish Turkistonda Ahmad Yassaviyning maqbaralarida ko'rishgandi. Ko'rishguncha